Hammaga assalomu alaykum. 10-mart kuni va biz YouTube'da yanayam davom etamiz. Bilaman, YouTube'ga anchadan beri video chiqmagan edi. Men juda ham indikatorlar bilan bo'sh vaqtim bo'lmagan. O'sha indikator bilan kuni bo'yi o'tkazgan edim. Bugun o'shani ko'rsataman sizlarga. Nasib bo'lsa testdan o'tkazaylik 1-2 hafta va uni onlayn qilib qo'shishimiz mumkin-da, savdo qilishimiz mumkin. Hozirchalik analiz indikatorimiz esa mana bunaqa tilloga ham ishlaydi, boshqa valyutni paralarga ham ishlaydi. Bizga judayam zo'r narsalarni ko'rsatadi. Mana bunaqa paytlar bizga kirishlarni ko'rsatadi. Dalivkalar ham bo'ladi. Go'y payti bu 1 minutli indikatorimiz. Nasib hozir testdan o'tkazaylik. Bunga men judayam katta to'lov qilganman. Judayam ko'p vaqtimni berganman, judayam ko'p kuchimni berganman bunga. Bizga ikkita indikator bo'ladi. Bularni internetga yoki qayergadir yana boshqa joylar topa olmaysizlar. Bu narsa yo'q hech qayerga. Buni o'zimiz yaratgan desak bo'ladi, yaratganimiz. К сожалению, indikatorimiz pulli bo'ladi, kimdir xohlasa, lekin bular bilan razgonam qilsa bo'ladi. Mana bunaqa joylar bizga ko'rsatib beradi. Bu yerdan salgina yetmagan, no bu yerdan ham ishlab ko'rsa bo'lar edi. Indikator salgina chizmachilik qiladi, lekin ko'p emas. No hozirchalik testdan o'tkazaman. Nasib bo'lsa testdan o'tkazib, keyin уже aniq qilib уже ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ikkita indikatorimiz bo'ladi. Bittasi minutga, bittasi 1 minutligiga imенно kirish joylarini bizga belgilab beradi. Mana bunaqa joylar, misol uchun, bu yerdan 30 punkt olsa bo'ladi. 1 minutliga bu yerdan 50 punkt olsa bo'lardi. Bu yerdan 50 punkt olsa bo'lardi. Tilloga ham ishlaydi, yo'q emas. Tilloga bizga mana bunaqa joylarni beradi. Mana bunaqa joylarni beradi, mana bunaqa joylarni beradi. To есть bizga ko'rsatib beradi. Sell ishlashga mana bu ham bizga yordamchiday. Mana misol uchun buy ishlashga variantimiz bo'lgan. Har bitta valyutni parani analizini qilib, ko'rib va 1 minutligiga agarda o'xshasa 1 minutligiga juda ham chiroyli kirishlarni beradi. Yana ham harakat qilamiz uni oxirigacha bitirishga. Hozirchalik shunaqa bitta-ikkita valyutni paralarni ko'rsatib boray sizga. Mana bunaqa narsalarni qilib beradi. USDCF ham bugun misol uchun kirishlarni bergan уже. Bu yerdan ham kirish bo'lgan joy bor edi, yo'q emas. Undan oldin ham bitta-ikkita joylar bergan edi kirishga. Buni tushunish kerak, bu 1 minutli scalping uchun. U degani, agarda scalping bizga to'g'ri kelsa, biz demak nimani qilaveramiz? Razgonni ham qilishimiz mumkin. Buni yaxshisi bizlarni strategiyamiz, to есть mani strategiyam bo'yicha ishlatsa ham, u judayam zo'r bo'ladi. Judayam zo'r narsalarni ko'rsatib beradi. Mana bunaqa joylar, misol uchun, mana bunaqa joylarni уже biz savdo qilishimiz mumkin. Ladno, hozirchalik analizni qilaylik. Итак, ishonmaysizlar, juda ham ko'p minus bo'lgan menga mana bu yurishga. Men tasavvur qilmadim mana bunaqa yurib beradi deb. Minuslar bo'ladi. Strategiyamiz men borini ko'rsataman. Strategiyamiz salgina mazgi qilib borgan, yo'q emas. Chunki bitta mana bunday yurish bilan mayda qaytishlar bilan mana bu yerdan olsa bo'laydi-da. Kelinglar bugun analiz bilan
salgina analizlarni qilaylik va ko'raylik. Nimani kutib turibman? Men indeks dollarni kutib turibman. To'g'risini aytsam, mana bu joylarda men уже uni harakat qilaman bayga olishga. U degani bizga 103 373 ga kelsa, keyin birdaniga nimani ham yangi indikatorlarni ham tekshiraman. Uni ishlashi faqat MT4 ga bo'ladi. Uni MT5 ga ishlata olmaymiz. Trading View'ga unutinglar вообще. Bu faqat MT4 ga nasib bo'lsa chiqadi. Вот. И shu bilan taxminan indeks dollar tipi yurib berish kerakmi? Qaraymiz, ko'ramiz, nasib yurib bersa yaxshi bo'ladi. Boshqa joylarni sellga ham olishga men qo'rqaman, chunki trendimiz umuman o'zgarilib ketishi mumkin. Ko'ramiz, mana bu yoqdan salgina mamnun qilib olishimiz mumkin. Ko'ramiz, vaziyatga qarab ish qilamiz. Hozirchalik juda ham katta неопределенность degan narsa bo'libdi va bozor juda ham yaxshi yurmayapti desa ham bo'ladi. Mana bunaqa yurishlar oldin kamdan kam bo'lgan. Yursa ham bizga qaytishlarni bergan. Bu yoqda qaytishsiz, mana bu yoqqa ozgina qaytish bergan edi. Mana bu joylarga qarasangiz, novoslar taylaydi, lekin bunaqa qilib uchib ketganini kamdan kam bo'ladi, bo'lib qoladi. Tak, Euro USD. Euro USDni men mana bunaqa narsaga qarab ko'rar edim. 1.09.366 degan joygacha borsa, keyin harakat qilsak bo'ladi. Buy uchun kichkinagina zona bor. Tak. Bunga ham salgina takoyroq ishlaymiz. Astaroq ishlab ko'rsak bo'ladi. Yana menimcha davom etish mumkin, mana bu joyda olib ketishi kerak. Bungacha kelsa, keyin harakatlanishimiz mumkin. GBP USD buni katta time frame'larga ham qarab ketishimiz shart bo'ladi. Hammasini yo'q qilamiz. Tak, katta time frame'ga burilish o'zi yaqin, juda ham yaqin. Mobodo mana bu yoqqacha ham borib kelish mumkin. Mobodo bugun ham taylab olish mumkin. Hamma vaziyatlarni ham ko'rib chiqish kerak. Yana ham Trambo chiqib biron nima gapirsa, yana ham bozor uchib ketishi mumkin biron joyga. Tak, asosiy sell zona mana bu bo'ladi. 1.30-484 lardan qarayman. Asosiy buy zona mana bu juda ham pastga bilaman, hozircha bunaqa. Buy zona mana bu yerdan borda, lekin kichkina u. Juda ham kichkina, ehtiyot bo'lib ishlab ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan men yozib qo'yaman 50 ga 50 ishlab berish. Chunki bir taylab olishga hammasini ketishi mumkin. Anchadan beri bunaqa chiqish yo'q edi. O'shanga ehtiyot bo'lamiz ham. Out USD da zo'r yurib berdi, men bunga ham kirmadim. To'g'risi, men kirmadim. Tak, bularni hozirchalik o'chiramiz. Nimalar bo'lishi mumkin? Buy zonani men ko'rmayman. Sell zona, asosiy sell zona mana bu qolibdi bizga. Tak, yana mana bu yerdan buyga ishlab ko'rsak bo'ladi, yo'q emas. Mana bu atroflardan buyga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Sell uchun тоже yomon joy emas, mana bu ham yomon joy emas. Ertacha borish bilmadim, может bugun ham borib kelishi ham mumkin. Qaraymiz, ko'ramiz. Tak. Boshqa buy zona, sell zona men ko'rmadim. Ikkita joydan ishlab ko'rsak bo'ladi. Bu yoqqacha borish qiyin masala, lekin bozorga любой narsa bo'lish mumkin. Hammasiga e'tibor beramiz. Tak, NZD USD sell zona asosiy mana bu bo'lib qolibdi, buy zona asosiysi mana bu bo'lib qolibdi katta time frame'larda. Selllar mana bu yoqqa ham bor. Bemalol bu yoqqacha ham borib kelib, hammasini olib ketib, keyin yurib berish ehtimoli ham bor, yo'q emas.
Bularni o'chirsak bo'ladi. Bu yoqdan yurib berganda ehtiyot bo'lamiz. Mana bu joygacha ham borib kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Uni chizib qo'yaylik. Analizda harakat qilaman har kun chiqarishga. Hozirchalik indikator bilan ish to'xtatildi. Endi faqatgina test qoldi. 100 diqqat. Tak, 100 diqqatga nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan. Haftamiz boshidan уже 2 haftalarda mazgi qilyapti bozor. Bu Trump buvoki chiqib biron nima gapirsa, bizga bozor o'shanga qarab yurgandek bo'lib qoldi. Tak, sell zona, buy zona bor. Bunga qarab ish qilamiz. Hozirchalik boshqa zonalar yo'q. USD chef men bugun ham kirish bergan edi. Ishlab olsak bo'lar edi. Ularni hammasini o'chirib bizga bu narsalar kerak emas. Tak, USD chef kattaroq time frame'ga e'tibor berishimiz kerak. USD chef mana bu joylardan bizga variant ko'rsatib berish mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Tak. Tak qilib qo'yaylik. Sell zona hozirchalik. Buy'da mana bu joydan ham qarab ish qilishimiz kerak. Sell uchun mana bu zona bor. Bu yoqqacha borsa bugun ish qilamiz. Xo'p. Yana bitta sell zonamiz qolib ketdi. Yana bitta sell zonamiz qolib ketdi. Juda ham yaxshi sell zona. Tak, buni ne qilamiz? Tak qilib qo'yamiz. Yana bitta sell zonamiz bor, yo'q emas. Tak. Все. Bunaqa narsa yuzda katka yevro GBP. GBPlardan to'g'risi men qo'rqib qoldim. Borini aytaman. Qo'rqib qoldim. Mana bu yerdan ushlab qo'ysa bo'lar edi, lekin GBP NZda uchib ketgan. GBP out uchib ketgan. Juda ham GBP out uchib ketgan. Juda ham tepaga qarab turib. To'g'risi kutmagandim bunaqa uchishlarni. GBP NZda тоже bu bir haftani ichiga qanchalar 750 punktlar yurgan edi. Men kutmagan edim, to'g'risi. Men bu joylar bor edi, savdo qilgan edim. Minuslar bor edi, yo'q emas. Endi nasib bo'lsa, minuslar ham kamroq bo'ladi. Nasib. Tak, yevro GBP analiz qilaylik. Joydan uchib ketdi. Mana bularni hammasini yo'q qilishimiz kerak. Bu kerak emas bizga ham. Yevro GBP birdan ham kattaroq zonalarni olishimiz shartmi deyman-da bunga. Chunki yo'nalishlar takoyroq. Buy uchun zonani hozirchalik как variant mana buni olaylik 50 deb. 50. Sellga ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Yana bir marta kelsa, to'g'ri ehtiyot bilan riskni ko'paytirmasdan, chunki bu zona ham 50 bizning uchun. Tak, buy zona. Mana bu bor. Agarda bu yerdan sellga ketaversa, sellga joyni qidiramiz, buyga mana bu joydan qidirishga harakat qilamiz. Bo'ldi, bu yerdan zona bo'sh. To'g'risini aytsam, bu yerdanki zonalar bo'sh. Asosiy burilish joyi mana bu. Burilish emas, qaytishga bizga 1 ga 3 yurib bersa, bizga yetarli bo'ladi. Nasib biz yangi indikator bilan endi 1 ga 3 ham emas, 1 ga 5 ham ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q emas. Tak, GBP NZda mana bu joydan harakat qilib ko'rish variant bor, yo'q emas. Buy uchun mana bu variantni
qaraymiz. Faqat salgina munavvaroq qilib ishlab ko'rsak bo'ladi. Hozircha buni qoldiraman. Bay uchun asosiy zona mana bu qolibdi va mana bu yoqdan yana bitta joyimiz bor. Bay uchun. Sell uchun buyog'i joy bo'sh. To'g'risi, haftalik grafikka ham ko'rinmay qoladi. Bilmayman, mabodo даже mana bu yoqqacha ham borib kelish mumkin. Agarda bilmasak, shu turish o'tkazib yuboramiz и все. Tak, bir kunligiga ham ko'raylik. Может, bir kunligiga ham zonam bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqdan ham o'tganmiz. Bu yoqdan ham o'tganmiz. Mana buni olmayman, mana buni olaman. И yana bitta katta zona mana bu bo'lib qolibdi bizlar uchun. Tak, bu yoqdan qaytishga harakat qilib ko'raman, ishlab qolishga da. Kelsa, bu yoqdan ham harakat qilamiz ishlashga. Bay uchun zonamiz bor. GBP out тоже ushlashga harakat qilish kerak edi. Lekin men qo'rqib qoldim, mana bunaqa yurishlardan men qo'rqdim. To'g'risi, zonalarimiz turuvdi, ishlab bermagan. No, Tramboga ham rahmat aytib qo'yish kerak. U торговая война degan narsa bor-da, o'shani boshlagan, поэтому hammasi risk, juda ham katta risk. Tak, bunday qilamiz. Bu yoqdan sell, bu yoqdagi joy buyga bo'lib qoladi. Bu yoqdan sellga harakat qilib ko'ramiz, bu yoqdan buyga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. GBP out tayyor, ish qilamiz. GBP cat ham bundan oldin Trump 20% poshlinani kiritgan. Поэтому GBP catga nima bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Sell zona. Buni ham olib ketganmiz. Mana bu yoqqa bemalol borib kelish mumkin. Harakat qilamiz bu yoqlardan. Agarda kelsa, juda ham katta zona ekan. Sellni hozirchalik qidirishga tavsiya bermayman. Hozirchalik sell zona yo'q, buy zona mana bu yoqdan ham olsa bo'ladi. Yana bitta buy zona bor. Mana bu joylardan harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Qaraymiz, ko'ramiz, ishlaymiz. Euro out ham men bu nima qilgan ishlar? Men bilmayman, to'g'risi. Men bunaqa narsani kutib o'tirmaganman umuman. Oxirgi marta mana bunaqa narsa, qarang. 11-iyul 2024-yil bo'lgan va juda ham chiqib ketgan edi. Nimaga? Tasavvur ham qila olmayman, to'g'risi. Bu sell zona yo'q, buy zona yo'q. Buni hozirchalik qoldiramiz. Bu yoqqacha menimcha kelmaydi. Bu buy zona mana bu joylardan bor bizga. Bu yoqqacha bormaydi menimcha. Evrocatga ham harakat qilib ko'rsa bo'lar edi, lekin bu yoqdan qiyin masala. То же самое, buy ham zona yo'q, sell ham zona yo'q. Sell zonani mana bu atroflardan faqat qarasak bo'ladi. Menimcha asosiy burilish mana bu atrofdan bo'ladi. Asosiy burilishimiz, trendimiz sinishi. Mana bu joydan qarasak bo'ladi. Hozircha ideya juda ham kam, поэтому bularga men harakat qilmayman ishlashga, chunki ideya yo'q. Евро NZD to же самое, hamma yevro paralar uchib ketgan tipga, faqat mana buy zona bor. Mabodo kelsa, bu yoqdan salgina откатga ishlab ko'rsa bo'ladi. Ehtiyot bo'lamiz. Qanday chiqib ketgan bo'lsa, xuddi shunaqa qaytish mumkin. Ne qilib qaytib berishi mumkin. Поэтому ehtiyot bo'lamiz. Chunki bu bozorga hozirchalik aytib bo'lmaydi. Trambo chiqib yana biror nima gapirsa, tamom. Asosiy sell вот там.
Tillajon, Tillajon, katta time frame'larda bizga nimamiz bor? Hech narsamiz yo'q. Kichkinaroq time frame'larga e'tibor berishimiz kerak. Tilla lekin zo'rgina ishlayapti. Bizga sell ham, buy ham juda ham zo'r ishlab ketsa bo'lar edi. Asosiy buy zona birdaniga belgilayman. Asosiy sell zona birdaniga belgilab qo'yaman. Hozirchalik flat holatga bo'lyapti. No. Flat holatga ham ishlab ko'rsa bo'ladi. Flat holatga ham ishlab ko'rsak bo'ladi, yo'q emas. No, ehtiyot bilan. Stop loss eslaringizdan chiqmasin. Buy zona и sell zona ham bor. Flat holat. Ehtiyot bo'lamiz. Любой tomonga o'tvorib ish qilishi mumkin. Boshqa sell zonani men hozirchalik ko'rmayapman. Boshqa variant bilmayman ham. Hozirchalik bunaqa. Kumush jonimiz nima qilishi mumkin? Zonalarimiz bo'lgan. Bu yerdan ham ishlab ko'rsa bo'lardi. Mana yana bitta sell zonamiz bor. Tak. Yana bitta sell zona paydo bo'lgan. Mana bu yerdan ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Да, asosiy buy только вот здесь. Buyga mana bu joy. Hozirchalik menimcha tilloni qaytish bersa buyga harakat qilaman. Birdaniga yangi indikatorlarni ham tekshirib boraman. GBP GPI chiroyligina ishlab bergan. Bo'lani ben adashmasam o'quvchilarimga ko'rsatgan edim. Mobodo ishlaganmiz. Buy zona, sell zona. Boshqa variant hozirchalik ko'rmayapman. Eslaringizdan chiqib ketmasin. Yanalar chaynab yurib berish ehtimoli bor. Buyga ham xuddi shunaqa chaynab, lekin buyga o'tvorgan. Bunga ham xuddi o'shanday narsa bo'lib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Tak. Buy zona, sell zona bor. Mana bunga ham e'tibor beramiz. Sell zonamiz bor mana bu joylardan. USD GPI ga hozirchalik тоже noaniqlik chaynash. Как вариант maydagina mana bu yerdan ishlab ko'rsak bo'ladi, lekin biz katta time frame ga qarasak, bizga bo'sh turibdi. Juda ham bo'sh turibdi. Bu yoqqa borish mumkinmi? Bozorga любой narsa bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Bozorga любой narsa bo'lishi mumkin. Uni esingizdan chiqarmanglar. Sell uchun как variant mana bu joyi kattaroq time frame ga analiz qilib olishimiz mumkin. И вот эта zona ham bor. Buni уже yo'q qilishimiz mumkin. Bunaqa qilib ko'rib ish qilamiz. Euro GPI ham juda ham zo'r kelganda. Unda olmadik. Hozirchalik Euro GPI da qoldiraylik. Hozirchalik noaniq. GPK 125 ni qarasak, buyga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Qolgani shu bilan все, boshqa varianti yo'q. Bitcoin даже tasavvur ham qila olmayman nima bo'lishi mumkin. Buyog'i zona bo'sh. 70 largacha borishi ham ehtimoli bor, yo'q emas. Uni men tasavvur qila olmayman. Trump coin ham o'shanday bu 1-2 dollargacha borib kelishi mumkin yoki umuman skam bo'lib ketishi mumkin. U degani 0.0 bo'lib ketishi mumkin. Asosiy ideyam hozirchalik indeks dollarga mana buni olib ketib, keyin buyga harakat qilamiz. Shunday qilib analizimiz tugadi. Tak, yangi indikatorlarga harakat qilaman. Ko'rib, gruppaga ham tayyorlab qo'yishga. Agarda biron nima bo'lib qolsa. Посмотрим, ko'ramiz. M30 ga bugun ham bergan bitta kirishdi. Agarda M30 ga yopilishi bilan
kirgan bo'lsak 10 punkt va 25 punkt уже foyda bo'lar edi. Chunki u bizaga bergan, тоже olib ketsa bo'laydi. Yevro dollar misol uchun kirish joy juda ham pastga edi. Mana bu yerdan boshlangan edi. Sham yopilgani bilan biz ham mana bu indikatorimizga qarab qo'yishimiz shart edi. Bu yerdan ham adashmasam signal bergan. Bitta signal bergan, ikkinchi signal bergan, uchinchi signal bergan. Ko'ramiz, bu bilan ham bu indikatorda подписка bo'ladi aniq. Подписка bo'yicha ish qilinadi aniq, lekin buni ham o'rganib ish qilish kerak. Salgina tushunishga ham qiyinroq. Bu yerdan ham signal bergan sell uchun. Bu yerdan ham bitta signal bergan sell uchun. Buyga yaxshisi ikkalasi bilan ishlash yaxshiroq bo'ladi. Qachon buy, qachon sell. Misol uchun mana bu yerdan buy 1 minutligiga qidirsa bo'laydi. Bu joy aniq emas, qidirib ko'rsa bo'laydi. Bunaqa ishlar analizda endi harakat qilaman har kun qilishga, har kun ko'rsatib borishga, indikatorda testdan o'tkazib, keyin prямой efirga chiqib, prямой efirga birgalashib ishlashimiz ham mumkin. Ko'ramiz, qaraymiz, mobodo agarda hammasi mani niyatimdek bo'lsa, biza ishlaymiz. Hammaga omad, xayr, salomat bo'ling. Qarang. GBP yuzda qanchalik olib ketsa bo'lar edi. Mana bu ham bizga chiqib ketgan edi. Bu yerdan 43 dan chiqib borgan edi v momente. GBP yuzda ham chiqib borgan edi. Mana bu joydan polni to'liq yopilguncha sellda ushlasa bo'laydi. Stop lossimiz esa 5 punkt, take profitimiz esa 300 punkt. Hammaga xayr.